Uygurlar siyaset bilemdi. Siyasi makaleler toplumi. Abdurrahman Abdurreşit. Şarkı Türkistan Azadlık Neşriyatı 2018 yılı. Uygurlar siyaset bilemdi. Siyasi makaleler toplumi. Korrektör ve mukave layihçi Küreş Abdurrahim. Şarkı Türkistan Azadlık Neşriyatı neşr kıldı. 2018 yılı 5 fevral München 1. neşri. 2018 yılı fevral İstanbul 1. beslişi. Besip tarqatquchi o'rin Uyg'uriston Azadlik Tashkiloti Tashviqot bo'limi. Aloqa telefon nomeri 0049 179 82 00 182. Mundarica. Kirish söz. Qabileler ittifoqi millat ve davlatchilik to'g'risida qisqacha izohat. 10. Türk Kabileler İttifakı, Uygurlar ve Devletçilik Sistemisi. Milletler doğrusunda. Uygur-Xitay milletçilik rekabeti doğrusunda. Rus bilen Xitaylarning Uygurlarga karşı urinishları. Aql bilen Uygurlarning arası şu kadar yiroq mudur? Yaqinqi zaman Uygur muhacirlarining özlüklerini yo'qotishga munosabatlik salbiy omillar ustida qisqacha mulohaza. Uyg'urlarning vatanparvarlik, millatchilik ideyasiga kimlar qarshi turadi? Milliy va diniy manfaat nuqtasidan ummatchilik urushiga bir nazar. Kunimizda islomga kimlardan dushmanlik yetyotidi? Suriya urushidan nimani o'rganalaymiz? Uyg'urlarning inqilob nishoni nima? Harakat mizoni va planlari qanday? Rayna qotillik delosi ustida tahlil. Rayna qatliamida sinoqdan o'tgan reallik. Uyg'urlar siyoset bilamdi. Uyg'urlarning chet elga bog'langan 83 yillik ko'rishi. Uyg'urlar qurol tutishni bilamdi va qurol tuta olamdi. Atalmış da'vogarlarimizni mustaqillikdan voz kechtirgan zaruriyat nima edi? Kirish so'z. Muallifdan. Kishilik turmushda o'tib ketgan har bir kunning batlarini varaqlab, qaysi ishni xato qilganligini tekshirib turish, jazmanki etiga bosadigan qadamni xatolikdan saqlab qilishning birdan bir chorasidir. O'tib ketgan kunlardan, haftalardan, oy va yillardan ibrat olmagan, faqat etiga qarab mangadigan tavakkulchining nomi yoki laqimi nokas deb ataladi. Millat yakka odamlarning yig'indisi bo'lib, kunlik turmushdagi odamlar qandoq bo'lsa, millatning gavdisimi shundoq shaklda namoyon bo'ladi. Millat tarif jihatda abstrakt hukm deyilsimi, lekin harakat ifodasi nuqtasidan aytganda muayyan gavdlardan tarkib topadiganligi va konkret odamlardan ayirib mavhum hukmni millat deb ko'rsatish mumkin bo'lmaganligi uchun odamlar qandoq bo'lsa, millatmi shundoq bo'ladi degan hukm bir haqiqatdir. Uyg'urlarni tarixdan avvalgi tosh qoral, mis qoral davrlaridan, madaniy asboblar, yodikorliklaridan, arxeologik qazilmalardan, tosh putuklardan, shonliq saltanat dostonlaridan ko'rganimizda, shuningdek Hun, Turk, Uyg'ur davlatlarining tarixidan, İdukut, Hakaniya, Saidiya davlatlaridan izlaganimizda, İli Uyg'ur sultonligi, Qashqariya Uyg'ur davlatini eslaganimizda, Cumhuriyet davrini silishtirganimizda turmushdagi yakka odamlarning millatni belgilaydiganligini e'tirof qilmaslikqa biror bana yoki ilmiy asos topolmaymiz.
20 asrning oldingi yerimi Uyg'ur millatining to'liq zavolliqqa yuzlangan davr bo'lib, har bir Uyg'ur oilasi nokaslikda tangdishi topilmagan bir xalq edi. Aşu yerim asrlik nokaslikning uvalini bugungi kunda dunyodagi misli ko'rilmagan darajada tortyapmiz. O'tgan asrning oldingi yerimini nokaslikda o'tkazayotganligimiz uchun o'zimizni ruslivalish fursati bugungacha kelmagani uchun millat sifatida xo'rliqqa, yo'qolishga yuzilinib, vatan ichida azobga, vatan sirtida sarsonlikqa mahkum bo'lmoqdamiz. Endilikda bo'lsa vatan ichidagi Uyg'urlar to'g'risida bir narsa deyishga tilimiz kuyish kerak. Bu kitobda 2016-yili iyundan boshlab 2017-yili noyabrgacha yozilgan, shuningdek bir qancha to'rlarda e'lon qilingan tanqid mazmuniga ega maqolalarni tanlab kirgizdim. Maqolalar garchi mustaqil tema, ayrim mavzuga ega bo'lsa-mu, lekin o'zaro mazmun to'liqlash xarakteridan xoli bo'la olmadi. Har bir temada o'tgan bir asrlik inqilobiy tariximizdagi o'ng'ushsizliklarni kunimizdagi yaramsizliklar bilan solishtirma qilish alohidligi o'qirmanlarni rostini bizar qiladi. Chunki men siyosiy inqilobiy xarakterimizni burmalamasdan, oshirvatmasdan, girim qilmasdan aynan taqdim qilishga tirishdim. Bugungi rahbarlarimizni o'tgan asrning beshidagi Temur xalifa, Xo'janiyaz Hoji, G'ozi Temur Ali, Muhammad Emin Bug'ra, Molla Sobit Abdulboqiy qatorliq dangliq mashhurlarimizga silishtirma qilishni ayab qo'ymadim. Qisqasi bu kitob odatdagi foydalanish materiali yoki ko'ngilli huzur berishlaydigan o'qishliq emas. Chet eldagi turmush halakchiligidan eshinib, vatan millat uchun biror foydali ish qilishga madori yetmaydigan yoki undaq bir ulug'vor orzu bilan orasi yiroq qarindoshlarim bu kitobni varaqlab vaqt isrof qilmasligini, kitobning bosh muqovasini yozib qo'yishni o'ylagan bo'lsam-mu, akavurlik, takabburlik bo'lib qolishdan ansirab mushu yerga yushurdim. Abdurimjon 2018-yil 5 fevral Myunxen